Asli güzel dünya degen, asli şirin hayat degen, gayran kılır özbertini. İnsan özü kan süt emgen, asli güzel dünya degen, asli şirin hayat degen, gayran kılır özbertini. İnsan özü kan süt emgen. Qane ballarım. Obdan kepsizlar. Öyle kirayli, mağla. Bo'ldi. Mağla. Uxlaydi, bular. Qani bova. Kira. Mağla. Dada, siz avvalmayın. Bo'ldi, sig'ilma, bolam. Oy, Qizim, bu yerda o'ltiribsan-ku. Jira, uyga kirib ketaylik, bolam. Ma'qul. Qani, ballarım, ma'qul. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Uyga ma'qul. Qani dada, qani. Ma'qul. Qani kiringlar. Kiringlar, dada. Qani. 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 Kira. Kirishdilar. Jira, bolam. Amin. Allahu ekber. Allahu ekber. Hayitіңlar mübarek bo'lsin. O'zingizdan bo'lsin bova. Aymanlar muborak bo'lsin. O'ltiringlar. Sağlıcak oxşatda. Yetib tayyorlig'inglar yaxshi bo'pti juma bova. Ha? Qani, ag'ash o'tiringlar. Kepsizlik. Qani, bolam, oz bo'lsinmi hayitlar. Rahmat dada. Dadısı? Oy, dadısı! Ha, mana men. Çay içivatlar.
Ha, ma'qul. Kesla. Qo'llarini yuvasla. Rahmat. Charchab qolganlar. Bir piyola choy ichib olsalar. Yelimo bek charchab ketdilar. Aram asla. Bir ömür jafo tortib, ko'chat tikib, iyilik barpo qildilar. Cho'nglar ko'chat tiksa, rohatini ballar ko'rar degan gap bor. Balalarningmi o'ziga tushliq ishi bor emasmi? O'zim qilay. Mush bag'vorlarning hammasi ballar uchun emasmi? Bizdan qolsa ballarga qoladi. Ajab mağdursuzlanıp ketibatımın. Saqıyalaman bu. Men ko'z yumib qalsam, dadısı yalqısırab qalam. Ya. Ballarım dadısının halidan obdan xabar aladı. Bu öyləni sağıca qançalik jafo tortdimi? Əmdilikdə bularni tashlab ketanmanmi? Ballarimiz bu uyning chirig'ini o'chamasa. Do'rini ichib olinglar, opasi. To'la o'ylavermay. Obdan armelinglar. Qani. Ha. Rahmat. Astaroq, asta. İşim pek ağır. Papa, çay sila. Mijozinglar qandoqroq? Doktorga boraymi? Xeyli yaxshi bo'lib qoldim. Qizim, bola uxlab qoldimi? Qani o'tiring. Ko'nila tan saqlab zo'r boyliq deb to'g'ri debdikan. Menda navramni ko'tagidek maqtur bo'lmasa. Bu necis kasaldan qachon qutularman? Meni yo'lab Ma'qul. Asta tursizlar. Asta. Bag'rimni ko'ray. Ma'qul opasi. Asta, asta. Qizim, uyga kirib keting. Ma'qul dada. Asta menga, asta. Bu yil mevalar xeyli o'xshabdir. Boqqa, uyga qarasam, ko'nglim ichilib qoladi. Bizmi ko'p qiyinchiliklarni yengib, bolalarimizni qatoriga qo'shib, uylik o'choqlik qildik.
Әмділі ağzımız aşkı tügeyken çaksız болып қалды. Ondaq demangla. Köğlüm bek yerim buluqdı tutasın. Olmağır xiyalda bolmangla. Sizlar texi uzun yaşaysizlar. Bir obdan turvatmamsizlar. Mana o'zinglar meni boqich qoldinglar-ku. Nəvirlərimizni emas, çevirlərni xata qo'shsizlar texi. Ig'ir kunlar orqamizda qoldi. Balalarimizmi xatoga qo'shildi. Ig'irimizni yeniq qilib, qo'limizga qo'l, putimizga put bo'lib o'tdi. Aram olsanglar, yaxshi bo'lib ketasizlar. To'g'ri, men balalarimdan faxrlanaman. Mehribonning aytishicha, Ahmadjon shaharga yetgan. Bo'simishada qit qilib, yenimizda ishlasa yaxshi bo'ladi. Ahmadjonning xizmatini shaharga yetkazsa, necha oyda bir kelalaydi. Ro'shangilmo jiroq to'y qilib, necha oyda bir kelyapti. Ahmadjon o'sha yerda ishlab qolsa yaxshi bo'ladi. Xizmat ehtiyoji qayerda bo'lsa, shu yerda ishlasin. Ahmadjon yetgansa, shahardan bir yurish o'yab beraylik. Balalar qayerda xizmat qilsa, turmushi xotirjam o'ssin mayli. Bomg'ir xiyollarni qilmanglar, opasi. Oy, nima bo'ldinglar? Qo'rqitmanglar-chi. Ko'zim qorong'ushib ketyapti. Doktorga boraymi? Qo'rqitmanglar-chi, opasi. Beshim pek og'rib ketdi. Opasi. Meni qo'rqitmanglar. Opasi, meni qo'rqitmanglar. Opasi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. Opanglarning qabrisini yo'qlab turinglar, balalarim. Ballarni ekanmisiz-ku? Kichik maktab ketdi. Rahmat. Jonachi, Kirib qoldi. qizim ishlarini qanday qilib ketdi? Mush qiynatdan joyli qilib bardi. Shundaqmi? Texvali o'sha uyning bolasi bo'lgandan keyin hamma narsa sizlar qolmamdi. Men shuni tushunamadim. Vali shu uyning bolasi bo'lgandan keyin uy joy bog'varan mal dunyolarning hammasi sizlarga qilish kerak edi-ku. Acham to'g'ri deydi. Yog'lim gaplarni qilib, qiynataning ko'nglini ol. Eronning oldida bir xil, qiynataning oldida bir xil bo'l. Lekin Valining unda qig'isi yo'q. Uy ayirib chiqib ketsak, ishlarimiz yaxshi bo'lib ketadi deydi. Hech nega chiqmanglar. Uy ayirib chiqib ketsanglar, topgan tagininglarga uy salamsizlar yoki jininglarni boqamsizlar. Ayrim o'ltirsanglar hamma narsalarni talqib beramiz deydi. Vali bo'lgandan keyin uylar sizlar qilish kerak-da. Bu uydan hargiz chiqmanglar. Gap qo'shindaq, lekin qiynatdan kichik kelinga o'ligidek amroq. Qachonlik qarsa og'zini tushirmaydi. Ishki gapning birsi bo'lsa, kichik kelindan uyg'uningni ol degan. Qaysi yeri yiqib qoldikin o'satmang. Ahmadjonning uy ayrig'isi bor ekan-ku.
shu chiqib kelsa bo'lmadimi? Qiynati deganga hada tashlab bersang, mo xush yiqib maydisiga mol dunyoni besib yetaverdi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Haqini kasila. Bo'ldi, qo'zg'almisizlar? Kasila. Bo'ldi. Tinchlikmi? Obdan turdingmi? Oltaslar. Qani, sizlar oltaslar. Salomatliklari qandayroq? Obdan. Qani, choyga baqsizlar. Sizlar bilan ko'rishmagili uzun vaqtlar bo'ldi. Sizlar bilan mo'nish bilay deb kelib edim. Obdan keptilar. Obdan bo'pti. Qani. Asla. Qani. Qani asla. Ya xoto. Hey! Ma'nın g'amidi yo'q men turg'unni. Hey! Gap qilyapman. Sana 100 kerakmi emasmi? Ha? Men ko'ch-ko'yda bo'layotgan gapda xabaring bormi yo'q? Hozir kishilar bizni nima deyotdi, bilamsan? Ma qizini obdan tarbiyalamabdi, ha? Qaynotisiga yaxshi qarmabdi deyotdi. Sen-chi, qizimizga deb qo'ygan qudularning oldin obdan xabar olsin. Anladingmi? Bo'ladi. Men yana tarbiya qilay. O'zim ularni yo'qlab kelayli. Maha gapani bo'ladi. Cho'ng onashning uyi keldi buni. Cho'ng onamning uyi ketdimi? Cho'ng onamning uyi keldi. Qo'shib ketdinglar, balarim. Mana keldi. Gapsizlik qilmanglar. Shunchaki. Ha, bo'ldi. Voy, qanday ahvolinglar? Kechaman keldinglar. Qanday ahvolingiz? Voy, bolarim, qani uyga kiringlar. Qani kiraman. Apa, kiraman. Ahmadjonning oldi deyishni biyat ko'rdim. Nima gapda, apa? Davering. Ma'lida tarqalib yurgan so'z-chechaklarni angladingmi? Xabarim bor. Anlab turyapman. Lekin men nima qila olaydim? Malika o'zi bilan bolasini o'ylasa, qiynatamni o'ylamasa, kishilar albatta har xil gaplarni qiladi-da. Kishilar to'g'ri deydi. Hamma aybni Malikamga qo'ysang bo'lmaydi. Shu gapning bir uchi ham tegishlik. Shahar ketaman deyapsizlar. Qaynatam bo'lsa, o'sha uyda qolamdi. Ahmadjonga degin. Maslahatlashib yiqinglar. Amal bo'lsa shahar ketmanglar. Qaynatamning holidan xabar ettirmiz. Turmushga kerak narsalarni o'z vaqtida avatib turamiz. Fursat bo'lsa yo'qlab turamiz. Bir necha tal narsa aytsanlar ko'ngli xush bo'ladi demsan. Qaynatamning holidan obdan xabar olgin. Bu umrlik burchinglar. Sen bu ishni obdan o'ylan. Qaynatam shaharga kelgan bo'lsa, shaharda ishlanglar. Qayerda tursanglar, turmushinglar xotirjam bo'lsa, xushal deydi. Uning ustiga Malika bolalarimni xorlab, faqat sig'dirmayotdi. Qasdan qusur izlayotdi. Biz Malika bilan bir qo'rada tursak, uyda faqat jidal qurmaydi ekan. Shunga shaharga ketaylik deyishyapmiz. Ular nima deydi ekan? Vali davomli Ahmadjonni o'qitish uchun nurg'un pul ketdi. Uyning eg'rini kishlarini dadamga yordamlashib men qildim. Ahmadjonni o'qitib, xizmatga o'rinlashtirdik. U bu uyning hech qanday jafosini tatib baxmadi. Maoshi bo'lgandan keyin bizga eg'irchiliklarni sanmay, o'zinglar jininglarni o'zinglar beqinglar, meni dadam bilan bolalarimni baqil qo'yinglar dedi.
Balam, akukularının oturısıga zid geçsama. Qoy bundaq gaplarını. Sen qaynatanga yaxshi qarasan, әті өгін сенің баларың му, саң яқшы қарайды. Өтнеге лап құталем бұ. Dadan berip kudusының halini görüp, yürügi ezilgen halda qaytip ketdi. Öyek gelip özünü koygalı yer tapamay kaldı. Ballarını japada çoğun qilib, öyle kucaqlıq qildi. Endi ularning rahatini ko'rish kerak. Assalomu alaykum dada. Va alaykum assalom bolalarım. Yaxshi turdingizmi? Techiman keldinglarmi? Xudoga shukr. Dada, obdab turdingizmi? O'zingiz obdan topsiz qizim. Qani, uy kirayli bolalarım. Dada, salomatligingiz yaxshi-da? Xudoga shukr, mushinchilik. Voy, yenge yaxshi turibsansiz. Yaxshi turdingizmi? Qani yuqoriga aytinglar. Hammanglar obdan ketsizlar. Bizmi Xudoga shukr obdan turdik. Qizim Malikam ballar jiroqdan kelib herib charchab qolganda, suyuqsalang tamoq qilgan bo'lsangiz, veli qotandagi paqlandan birini so'ysin. Ballar bilan bir dastonda tamoq yemagilimi uzun bo'pti. Bu bir yaxshi fursat. Bugun opamlarning uyiga boraman deb tayyorlik qilib qo'yib ekanman. Balalar kemmigili uzun bo'ldi. Opangizning uyiga ati basanglar. Veli so'ygan paqlanning go'shining yerimini olib, Xudamni yo'qlab kelsanglar bo'lmamdi. Xudamni eg'iz tegsin. Ashqan tashqan go'shtni epamsamichi, opam go'sht ep yelaydi. Malikam, nimanda qo'pollik qilasiz? Dadam ya kichik bola bo'lmasa. Osh, tamoqnicha o'zi aytganlar. Tamoqni siz ayting. Ma'qul o'zim aytay. Uyda hech kim yo'qmi deyman? Apa, qanday ahvoling? Yaxshi turdingmi? Yomon turdingmi? Qanday ahvoling? Yaxshimisan, tinchlikmi? Balam, nimanda xabar bo'ldigansizlar? Nima o balam? Nimanda ig'ir tag'ani ko'tarib keldinglar? Opa, paqlandan birini so'ydirib, silni yesin deb akeldik. Rahmat balam, japa tatmasanglar bo'ladi. Apa, go'sht yesang quvvat bo'ladi, foyda qiladi. Valiga debchi qo'ydim birini so'ydirib olib keldim. Saqlab ye. Balam, ochlarig'ini chaqir. Cho'ng kichik hammaylan kelsin. Bo'lmasa go'sht purab qoladi. Ma'qul apa. Tezroq kelsin. Vali, uy kiraylik. Qani bolalarim, uy kiringlar. Balam, pat-pat kelib tursanglar. Dada bo'ldi turib qolsizlar. Bek avar bo'lib ketlar. Bo'lsa bizning uyga kirib bir oy turib kelsa yaxshi bo'ladi. Rahmat balam. Opanglar o'tgan bu uyni kessam, opanglarning ro'yi qurilib qolar, yaxshi bo'lmas. Pat-pat kelib meni yo'qlab turinglar. Tashlab qo'ymanglar. Qayirib qoldim. Ma'qulga, balaga o'qis qurolib beringlar. Bo'ldi dada. Sizga do'rasizlar. Balam, ma'qulni al, yaxshi o'qig'in. Rahmat bova, rahmat. Qizim Malikam, choy damlab bergan bo'lsangiz bo'pti ekan.
Dada, xapıp qaldыңmı? Yendim boldun. Melikemge çay demlep bereyim desem xapıp qaldı oğay. Dada, sen bu kiyilningdan yamanlığının yamanlığın, açtımığını etip bir bassa, kir qatığını yoyup bir bassa, yana neyim qıtası olattı, ha? Eğer bu kiyilningni yaman desen, başka kiyillerden kegi berip turib kelemdin ya. Bizni mi xotirjam turmush kechirgili qo'ygin. Mana çay. Dada, mush mijozingni qachon o'zgartasan? Hammamiz xotirjam turmush kechirsak bo'lmamdi, ha? Ha baba, çay içiyotamsiz? Oltir çay iç. Bu qirq çayni kim ichidi? Bugun bayramkan baba, bozorga kirib, kebab yeb, allag'illar o'ynab kelamiz. Tesh o'ynanglar, ha? Apam ko'rinmaydi? Biroq pulni so'pdi ya menga. Apa! Apa! Mayak kille mayakka. O balam. Bugun etga pasroq pullamsiz? Voy beray balam, voy beray. Ma, xajlab turg'in. Aram mı şunu ma? Bu atimi Xudoning kuni bor emasmi balam? Ala. Ha, mana. Voy. Men mangayda, men mangay. Boldiroq qaytib kelgin ha? Kichik balog'imi? Ashundaq jiq pul bergan bormi? Pul degani xajlayman demsan nimaga topadi? Balamni xajlaymikin deb tepatdimiz. Jenim bilan yomon o'ginib qoladi. Keyin boshqaramay qolasizlarmikin? Apa, qandaroq ahvolinglar, yaxshimisizlar? Kechaman keldinglarmi? Hamma tinchlikmi? Qandaroq ahvoling, yaxshimisan? Hajat chiroylik mashina olyapsan. Nima degan chiroylik mashina? Chiroylikmikan apa? Rahmat sizlarga. Rangim bor. Axir oldik. Qani yuqoriga o'taylik. Qani apa? Chiringlar. Qani istiga kirib kirsizlar. Oy. Kaslar. Yuqorisizlar. Qani kechaman keldinglar apa? Xudoga shukr. Ala balam, praniki. Rahmat. Qani apa, chay ala. Rahmat bolam. Hada, boshqalarning oqlingda so'zlicha qilganini bildingmi? Qaynotasi shuncha ko'p mol dunyo bersinmi? Qaynotasiga yaxshi qaramadi. Xotini bek eskigan deb Vali akamni ayblayotdi. Men shundoq gaplarni ko'p anglab ketdim qizim. Bundoq gaplar to'la. Odamni bezor qilib. Sen nima deding apa? Men nima deydim qizim? Qizimni eri boshqursin dedim. Qizimning ko'ngli nimada xo'sh bo'lsa, shuni qilsin. Mashinam ep obdan qipti. Endi meni pat-pat yo'qlab keldigan bo'ldi dedim. Hajab obdan debsen, og'zingga navat apa, tozi boplabsan. Xalqning bizlar nima qari? Pul deganicha ochunda xajlamamdi. Yili qayerdan qo'qib mashinani olamamdiq? Hozirdan o'ynab kuldigan vaqtimiz. Voy hada to'zim besham kelsan-ku. Agar men qaynotam shunday muomala qilsam, eri meni urib o'ldiradi. Sen undaq qilmay. Qaynotang obzora qarg'in. Kiyim-kechaklari kirlishib, judab ketibdi. Erim obdan bo'lgan qaynotang obdandi. Ular odamgachilik qilib qo'ygan. Dadangizning doktorga pamsaqmicha saqiydi. Hada, opam og'rib qoldi. Vali akamlar ishtilat tuzda kelsin deydi. Voy xudoyim, nim deydigan sen? Vali, tez o'rningizdan turing. Opamning mijozi yo'q ekan. Chiqinroq pulingga azmini qilmay. Voy tezroq pulingga. Voy xudoyim. Vali, bolam. Nakir chiqay. O'ynaydigan qayri. Doim shundoq chaqibcha odamni avor qiladi. Bir piyola choy kirpasan bu. Bizning chedada biz oldiraydik. Jiringlar. Biz mangayla tezroq. Mangayli.
Oy. Ata, nim bo'ldi? Qayerda Saq yerim yo'q. Hamma yerim og'rib ketyapti. Voy xudoyim, Oh. Voy jon. Oy jinim opa. Ne bo'lding? Ha? Nerang og'rib ketdi opa? Doktor chaqir Xudoyim, odamni qo'rqitmoqda opa. Qanday qilamiz? Hey Vali, o'ltamay doktor chaqirib kiring ha. Gap qilsa o'ltirsiz-ku. Voy. Voy azmini qilmay chiqib doktor chaqirib kiring da'vatman, tezroq bo'ling ha. Voy bo'lmamsiz tez. Tezroq saqib kestir bo'ladi. Odamni ansirib. Hada, Yusufkam og'rib qopti. Biz bu yerda bo'lgandan keyin Vali akam berib da siqarsin. Ahmadjon uyda yo'qtirsa, Yusufkamga yana bir ish bo'lib qolmasin? Ishingni qila. Sen nimani bilding? U qayerda kimning qari? Opamiz muhim emasmi? Oldin opamga qaraydi. O texcha o'ttirsizga bo'lmamsiz tez. Bo'ling ha? Odamning tishiga tegmay. Özümning uyi, özümning makoni. Ballarimni qanotlantirib uchirgan aziz makonim. Reyhan, nimishda meni tashlab ketdingiz, azizim? Ro'shangul nimishga kelmaydiganda? Ahmadjon kelamo. Ayoli bechora jiroq bo'lsa-mu, menga kerakli narsa keraklarni avatayotdi. Ballarimni, navrlarimni ko'rgim kelyotdi. Sog' salomat, omon esanmidi? Xudo, shu ballarimni panohingda saqlag'aysan. Yaratgan Alloh egam, ishlarni oson qilg'aysan. Bugün ma'lum bo'lganda, ajab beorom bo'lib ketyapman. Biqinlarim og'riryapti. Bugun kunga men bo'g'aydi. Chorshanbami? Payshanbami? 2 kundan keyin Ahmadjon ollarini kelami? Kelmasmi? Kelgan bo'lsa yaxshi bo'ladi. Tezroq kelsa bo'ladi. Tezroq kelgan bo'lsa. Tezroq kelgan bo'lsa. Tezroq. Kun bo'ldi, Yusufdan ko'rinmaydi-ku. Menmi ko'mdim? Mingla qarab boqayli. Voy, bu darvoza 3 kun bo'lgan o'xshaydi, ichilmag'ili. Men bag'odan orqishga kirib qarab boqay. Suv ichkim kelyapti. Mana opa. Bu zamzam suvi. Opa, nima yegular bor? O'xshagan to'nir ko'pi bo'lsa yesam bo'ldi. To'nir ko'pi? Bu vaqt nereden tapaman? Opam akka deganga aytganmamsiz. Ay pulni nimlarga qilmaydi turasiz. Odam jin qilib. Voy, nima bo'pti? Yusuf akam o'lib qopti. Ha? O'lib qopti?
jasadi purab ketibdi. Undoq emas-ku. Bol bolalar xabar qiladi. A'udzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghzubi alayhim waladdallin. Sadaqallahu aliyyul azim. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel mursalin velhamdülillahi rabbil alamin. Amin. Allahu ekber. Aka gap qila. Dadam ölüp ketken çağda sen nega bording? Qaynonamnikiga borgandim. Ayolning bosimi sen qilib dadamga qarsang bo'lmamdi. Dadamning o'lib ketishini bilmabdiman. Apam egri keselken. Şehirge davalat qilib apag'an. Bizga apa lazım tursa. Bizga dada lozim emasmikan? O'zingizni o'ylayotgansiz-ku. Sizmi o'zingizni o'ylab ketibsiz-ku. Sizni o'qitdik-ku. Şehirni o'ylayotgandan apray baxsizmanmi? Men akitay deganda dadam ma'qul degan bo'lsa, haqqasingga dadamni bir kunmi qo'yib qo'ymaydi. Bilishdingmi? Hey, sen mi aka bo'ldingmi? Gap qila. Sen mi dadamning bolasi-ku? Aka deganmi sendek bo'lamdi? Endi gap qila. Boşsa. Qo'sha. Vaqt bir yek berib qoldi bolam. Erta sahar turmusingiz bo'lmaydi. Yetib oramaydi. Shuna qiling. Bo'ling. Undan men mangay. Xo'sh, apa. O'tdan aramaylang, ha? Xudoyim omonat. Ey do'stlar, men sizlarga desam-chi, Yamir bitiraylik. Nimni xotini qo'yib beraman. Bu teginim to'g'ri, uni cho'qim qo'yib o'taman. Tomochilar. Do'stlar, xo'sh. Chiroq. Xo'sh. Ey, ishqloch. Ey, ishqloch da'vatma chapsan. Yana aroq ichibsiz-da? Aroq ichibsiz da'vatsa? Dadim bo'lgandan keyin ishmay qandoq qilaman, ha? Endi aroq ichib kiramsiz? Buni bilamsan? Tijoratda isyon tortgandan keyin bu agangni qishib berib pul akasan bo'lmamdi, ha? Men qara, dadangdan qolgan mirosning hammani agang yeb olamdi, ha? Bizi qilan nima ekan bu? Qarab turib, bizni po'za qilib o'tdi. Qandoqlik qilsan qilib, sen pul aka o'sha qiyin o'tgandan o'tib oldi. Ata tanış bilan yo'lga chiqqan. Aka. Ha. Tinchlikmi? Ha, tinchlikqa. Tinchkapsiz. Bir ishlar bilan kelganmidingiz? Bu qatim tijoratda ozroq ziyon tortib qolgan. Ozroq pul berib turgan bo'lsangiz. Bu pulni dadamning nazariga ishlatib ketganmiz. Uyda pul qolmadi. Bog'dagi mevalarni sotdingiz. Qiyinchilik topmagan bo'lsam, oldingizga pul so'rab kelmagan bo'lardim. Dadamning kirpigiga top basmay turib, men bilan miros talashqil keldingizmi?
Necha kun bo'pti sizlar ko'rishim. Bugun beklanchilar bo'pti. Shundaqmi? Shunday qilmamdigan. Voy. Voy, to'xta. To'xta. Voy, to'xta. Bo'ldimi? To'xta. To'xta. Mana keldi. Efendi, yanbaşınız lazım mı? Agar bir narsa kerak bo'lsa, men sizni chaqiramiz. Meni behni soatda atmaz. Kechiring, qani. Sayilagin, qanicha. Sizni bunday kun hargiz saqlab Qandağa, xotiningizni qachon qo'yibsiz? Aldırmay turing. Bu xotinim maraz qo'lim chiqqan hamam. Buni qo'yib o'taman. Qachongacha mushundaq yuramiz? Maqara. Bu mening sizga atab ekangan ko'nglim. Bu sovg'amni qabul qilaman. Chiroylikka. Keyin yana ap berasiz. Rahmat. Aytmoqchi, sizga aytmay kimga beraman? Maqara, bu yana manzarasi nimaga chiroyli, ha? Lekin bog'ni qo'yib ochib turibsiz. Maqara, men ish pishtirib buyuk bo'lgandan keyin ikkimiz birga yashaymiz. Mana ishinim. Bo'lamdi. Aytmoqchi, siz bilan yashamay kim bilan yashayman, ha? Mana ishinim. Mana. Jiran. Keldingmi? O'tira. Bir qo'l kepsan-ku, ha? Dadam hayot vaqtida akalarim anda yaxshi, ot-qolarim manda yaxshi deb maqtanayotgan eding-ku, ha? Endi holing nishima, ha? Ayta. Undaqni deb ketmang. Dadam hayot vaqtida bizni ko'p yo'ligan-ku. Yana qanaqa qiltas bo'ladi? Aç 4 dal pulunu pişanım dokulup atamsan, ha? Konular xotun kişinin pulu, işki beşiğe esilgan tokmak okşaydı o degen. Gelsen, çıksan ama beşiğe tegedi o degen gibi. Kaskende, ha? Hata tushunmang. Undaq deganim emas. Ben hata tushundim mi? Ben saran shundaqmi? Mal, chiq yo'qol ko'zimdan. Yo'qol. Akılarını pul ekersen terliyim. Olmuşsa, bana ölük dersi hiç olma. Aldın mı? Dada, sizler soğuşu versen kanda bulurdu. Apam öyle yıkıp yatırdı mı? Soğuşmaya kanda kılatık, ha? Oğlandan kalan mirasını hemini tağan yutuvarsa, apanı ayol kişi edip mirasını beğenmey, boza gitivarsa, soğuşmaya kanda kılatık, ha? Sen bağı, ulanın evrisi boğan dekin. Sen mi berip yetip al, ulanın kandakından bir körüp bakay. Ha, kopa! Tüle orada. Bayt Qasımla. Kandak ahvalınız. Siz haldir nerede? Ben sizni beyni saklap kettim. Ayağınız kalkıp koymadı bu ya. Adam ağır. Kim bilir sözü yoksa, ha? Men bo'ldim karı? Kasım diyen kim o? Kandak yüzsüz nimsen? O vicdansız. Qulun şıltıma gap qilmağa. Endi sen bilen hesaplaşımın. Men ep qo'ygan xotining emas. Sen meni xotindan, ballarımdan ayırdın. O buzuk. O o'zing ishi. Meni vayron qilmoqchimi, ha? Kim seni vayron qildi? O'zingni o'zing vayron qilding. Yo'qol ko'zimda. İşini qila qilindi, odam bezor qildi. Acep tugmas qoldi bu ya. Ukam, Melikam bugun opasining uyiga bormoqchi ekan. Siz mush yerlarning hammasini bir chanavatgan bo'lsangiz. Men Melikamni ilib opasining uyiga berib kelay.
Kapı. Ben geldim. Keldingmi jinim bolam? Tamak pişti mi? Pishay deb qoldi. Birdam o'tirib turg'in. Hozir tayyor bo'ladi. Qani o'tir. Ukam harıq içməm. Başqalar görsə közgə ilmaydigan bo'lib qoladi. Amma haraq deganni-chi, ma bizdek ata-onasi bor, 9'u tel odamchiligini mi u? 100 numar bolam. Toza topladim. Jenim apa, cho'ng dadam hayot bo'lgan bo'lsa, o'zingizning bolasi bilan tanishib bundan azor yemagan bo'lardingiz. Ular ajiba haroq ichib maskargan bolasining javobidan xushal bo'lib ketdi. Bolam, cho'nglar undoq dema deyishning o'rniga xushal bo'lib kulyapti-da. Tova, jahonda mushundaqmi ona bor ekan-a? Assalomu alaykum. Voy, kiring aka. Choy damlab beraymi? Bo'ldi. Boya xijil bo'lib yengamni oldi deyanmadim. Nima gapda deyanmagdak? Maktabdan o'qish puli to'shib ketdi deb bek suylab ketyotdi. Uning ustiga o'g'limni oyog'i yirtib ketibdi. Azroq pul berib turgan bo'lsangiz o'g'limga oyoq atasam bo'pti ekan. Ukam. Menda hozir nada pul bo'ladi? O'tgan siz og'rib qolgandimi birmuncha pulga davolatdim. Bolangizning daftar qilimidan tortib ep beryapman. Menimi o'ylab qo'ysangiz bo'lmamda. Putudagi oyog'ini mozdozga o'ngtib bering. Kichik bola degan oyog'ini yampitib keysami bo'laverdi. Bolaga undaq ko'p pul xashlab o'gitib qo'ysanglar yomon o'gin bo'ladi. Otisi yo'q bolaning tarbiyasiga alayda ahamiyat berish kerak. Endi uni siz o'z mayliga qo'yib beraversangiz bo'lmaydi. Cho'ng bo'lib qoldi. O'rgansin, ishlab pul topsin. Uzum pesh og'zim tishlab turaversa qandoq bo'ladi? Mushnaqa emasmi mana? Odam ikki og'iz gap qilib bo'lguncha ko'zining suyini chiqargan. Meningmi yangingizning oldida azroq yuzim bo'lsin. Bolam bek bichora bo'lib ketdi. Azroq olsin pul berib turgan bo'lsangiz. O'qituvchi shundoq degan deblar bu gapga eslab olamsiz? Ularning yendan pul chiqmagandan keyin gapni davirdi-da. Pul deb dadisidan, dadisi bersin. Bundan keyin bundaq ushoq ishlarga meni avar qilmang. Bundaq ishlar dadisiga bo'lsin. Men ishimni qilib qo'ying. Nimanda qiladigan to'p to'stib, birdan to'xtab turing. Ha, nima gapda? Soningizdan bo'lsa qachon mushay turdi? Mush g'alvidan hajab qutulolmadim. Qachonli qarsam shu gap. Oxir bir kun bo'yi meningda miras olishdi-ku qachon. Hozir Ro'shangulning ko'ngli perishon desa, bu gaplarni uningga qandoq degili bo'ladi? Helimi sening gapingga kirib, Ahmadjonni bu uydan qo'g'lab chiqarib, oramizga so'g'oqchilik tushdi. Endi Ro'shangulnimi bu uydan qo'g'li desang, Vali, sizcha undaq degan bilan? Ro'shangul atog'in ko'zimizga ko'z tib adim birini akra? Ro'shangul undaq ayollardan emas. Qalayim qanga qilma. Qarab turing Vali, ishongan taqdi kiyik yetmabdi degan gap bor. Atog'in ko'rib qolasiz. U degan tex yashtirsa, aytagmak mushnaq o'tayveram-da. Gapni oz qilgin, ishimizni qilayli. Oy, oldimizda o'g'ilimiz tursa, ularning keyinligini o'ylamasak bo'lmas. Ularni o'ylik o'chaqlik qilamiz. Qo'li beshimni og'ritmay, qandoq qilsang qila, menga. Oxir bir kun pushaymon qilsiz-ku. Bo'ldi qila. Bu bir nimani tezroq ko'zimdan yo'qotdi. Astag'firullah. Nima tursa? Mangmamsa? Xat to'xtab tur. Ko'rimiz xotiqi. Ukam, pul yo'q deyotqandingiz, nimani xarajat qilyapsizlar? Apamdan qolgan zibzinnatlarimni sotdim. Shuni xarajat qilmasak, qanday qilamiz? Shundan boshqa amal bo'lmasa. Bumi bo'pti-ku ukam. Pul deb mening beshimni og'ritib vergicha, burilib mushnoq qilsangiz bo'lmamdi.
Tinchlikmi? Endi choy iching. Opam dadamlar tushimga to'lib kirib qilyotdi. Ularning ro'yi qo'rinib qoldimikin, tushim buzilib turibdi. Nazar qilsak savob bo'ladi. Voy, nim savob bo'ladi? Qasrni baqan savob ish emasmikan? Tulxuta yetim o'g'ilning beshin silg'an ish savob emasmi? Qozon esib oshmaga savob bo'lamda? Ha? Kuch deganga nima kirmaydi? Qandoq degan gap bu? Gap qiling a? Voy hamma, baxtli deysiz. Biz ya tilamchi emas. Bo'mizning uyi bizning uyimiz-ku. Ilim ishlab yavatimiz. Opamning do'stidan qachon ketdan chiqib baqdi. Opamni sizlardan hurmat qilmasda. Opam inoq ittifoq o'tadi desa, nima desangiz bo'lamdi? Doim sizlarni beqotimiz deb yuzimizni solsangiz bo'lamdi, ha? Hey, sening og'zing ajab ishtik bo'lib ketdi. Bu sening hammang juma. Tex biz bilan dishkidak bo'ldingmi? Rahmatlik bo'vam, sizlarning dadanglar-ku, ha? Ularni zodi isonlarga o'paqnalarni men bilmayman, ha? Ular biznikin qag'anda inoq o'tinglar degan-ku, ha? Hey, bo'ldi qil. Mushtumdek turib. Men bilan gapda kallashqidak bo'ldingmi? Dadang baxmasa, men baxdim-ku. Kimi sana shunchalik qila oladi? Dadangdan kelmagan vafo mendan keldi-ku. Yana qanday qilib bersam bo'ladi? Opam tushkirib o'tamda. Biz sendek chog'da güp ketmay chapatdik. Helimi sen üzüm peş. Ağzımda çöğüşlep o'ltiraveramsan. Xap jumusini xap. Bo'ldi, jiq gap qilma bolam. Aka, xafa bo'lmang. Bola tex kichik. Hozir hech ishni uqmaydi. Bo'ldi, sen jiq gap qilma. Hech ishlarni tushunmaysan. Ha, jinonlarni baqalamsizlar? Yaxshi-ku, ko'ttam eg'ir ketdi-da. Unda qiz quruqda chiqishlamsa, chiqisha. Hey, bo'ldi qa. Qachon otog'ina chiqisha? Hey, yetim o'g'loq chiqaydim men. Sizni baqalayman, yurib. Chiqisha. Qandaysan, ha? Apa men mangdim. Tezroq kelgin-a. Men ansirab qolaman-a. Dadang bilan birga bormoqchi edik bolam. Mashinani haydamasang bo'pti ekan. Ay, mening ma aldirashim bor apa. Sizlar boshqa amal qilinglar. Bizning oldirishimiz batdi bolam. Ay, mana. Mang. Dadisi, balamizga nim bo'lganda oqshom kamidi. Ansirib kelyaptimi? O'z vaqtida balani yaxshi boshqarayli desam unamaysan. Hozir aroq ichib tap-tatmasdan uyga kiradigan bo'ldi. O'z vaqtida dadam balalarga tarbiya qilsa, silk ishlaysan. Endi onunğa tarbiya qilsa, anglamaydigan bo'lib ketdi. Men qaytay. Balık bir ish emas, qapqim tatib turdi. Malika, balon mashindan bir qo'ydi. Voy xudoyim, nima qilamiz? Bilinglar. Bu bizga nima tatqiliq? Nima ko'ygilik? Jinim Vali, balamizni yana bir qatim doktorga apiraylikchi. Qaysi pulga davoltimiz? To'lam to'ladik. Bag'nim setvatdik. Bu pulning hammasini mushunga ishlatib bo'ldik. Bizda hech nima qolmadi. Pul deganni tepi aqosining ko'ziga tiqib o'tmaydigan bo'lsa, Go'y, nimani chiqdi? Bo'ldi balam, jimiya. Nimani? Bo'ldi balam. Bo'l gap qilma, bitirma jimiya. Qaram dadisi. Men sizga aytib kelam. Balamni doktorga apiramiz. Ma'qul. Sen kaçıgan pulunu başka kaçıgan bolsam, bu kamsi ular tilapçıp kitaptı. Set. Hey. Sen kaçıgan diken, bakmış kımak sonra. Buldu aka buldu. Ben bu akıllı kuchavatım ha. Ben senin nurgun pullarını hajlab ettim.
Ben onu herkes boş koyatmayman. Bir amallarını qilib uni cho'qim qilmoqqa o'kdimi? Әппелі тоғыр еттім. Оны бір амал қылып қымға өйтіңла. Şu çağda benim konum hemen tapladı. O men inin maşinası sokup ötüp ömürlük mevkip koy. O jürgümünü kan zerdap kılıp hasrette koydu. Bunun gibi pul gerek batmağında. Ben puluma işini baldı bitti. Çap, mama. Taka qo'y. Qo'sh aka. Qo'sh, qo'sh. Og'inlar birlashib cho'ng savdo qilamiz degan bir plan bor-da. Ha, cho'ng savdo? Shu ozroq pul chiqib, va qudanglar bir sherik bo'lolmamsa shunga. Jinob bizmi bo'lganki, jinim adash. Savdoning ishini go bildim adash. Lekin shu pulning ishi sal çatak turdi emasmi? Gommada azroq amalni qilmamsa, ha? Topqiningni opasang, yetmaganni men bersam, shuning bilan bu savdo qatnashsang bo'lmadimi deyman? Ha? İçeride. Belli, jira adash. Men berib pulning amalini qilay. Ista. Apa. He? Men pul tepesa olmadı canım apa. Voy, neredeki pulunu verme, cinim balam pulning hammasi tükkan tursa. Men de pul bacakda hajlashni obdan bilsizlar, ha? Voy. Men ichim og'risa, men o'ltirdi de. Sen için ma yürügümnü aymayma balam. Dadam kını deyme dadam. Vay cinim balam. Dadam kını. Bakırma. Dadam neymiş gelmeydi o, dadam neymiş gelmeydi. Boldu kıl balam, şığlama. Boldu kıl. Dada, bana pul vergine dada, pul vergine. Pulunu tat. Boldu kıl ha cinim balam. Ha? Bu pulning hammasini so'rab ketgan dada, bizlar pul emas, jandin to'ydin deymi dada, jandin to'ydim. Pulunu tat. Vaycan. Yana nima Ey, kirib talyon sinab boqmamsa? Amutdan kep qolsa-mu ajib emas. Alag'ini olganki, tutaman 5 ming ko'yni. O'ynab o'tirsa, menga hisob, pussang o'zanga. Rahmat adash. Chatoq yo'q. Do'stlikqa yaraysan jima. Voy, qaysilik ishlar bor. Jira adash. Jira. Qani talyonni bir sinab boqaqini bugun. Ma'qul adash. Sen gap ham pulni olmaysan. Chatoq yo'q. Bizga alag'ini tutsaq biz. Shama? Mushu adash. Adash, bexatarmi? Ya chatoq yo'q, cho'ngmasli yo'q. Tutilib qolmaydi deyman. Yo'q, jira adash. Qani, do'tga. Tikka. Hesap bo'ldi. Ochildimi? Qaranglar. Keldi. Qandaq, yana do'ch qamsa? Turib bo'ldi. Hesap. Qara. Ochildim. Adam oynak adam. Omad kep turmasan-da. Hozir o'ynasan o'g'il adash qilma deganda. Adash, yana mushundaq so'rim bo'lsa, ayt devatgina. Chatoq yo'q adash. Jira ishimiz. Jira. Voy, jirgina, mana. Jira. Buncha bola pulni nereden topding? Pul topdik, pul. Nima qilib topding? Voy cinim balam. Qolg'ina bo'lsa pul tepkasammi tilovdi apa? Shuni Balam, deyman. men qara, sen men obdan bilaman. Burundan tatib qilayotgan ishlaring men obdan ayon. Biror ish chiqarib qo'yamikin deyman. Qanday qilsam pul teptiman-ku? Menimcha bir planim bor. Og'illar bilan deyishib qo'ydik. Cho'ng bir savdo qilamiz degan apa. Topgan pullarni yig'ib, mush o'ylarning hammasini bir yanglab etaymikin deyman-ku. Shunda qil balam. Obdan o'ylabsan. Sangimi azroq yaxshilik qilay degan, lekin men pul yetmayotdi. Azroq pul yig'ib bersanglar. Obdan o'ylabsa balam. Necha vaqtim bu yan pul topmadi, pulni yo'qotdi deyla. Endi balamiz pul topgandan keyin urug' tuqqanlardan, el og'inlardan pul ilib, bag'biravallarni qaytirib kelsak bo'larmikin? Boslashdik. Dada, azroq pul tepmagina, el og'inlarni qarab turdi. Sizlar deganlaridekmi bo'lmas? Men o'zimdan qay so'rabim baxmagandim. Voy, berib amal qilib baqsir bo'ladi-ku. Berib baqsam O'tmay qo'pslar. Ma'qul. Qandoq degan gap? Berib baqay.
Bosla. Opa, bu doktor jiq pul topsam mashinadan birini olaman texe. Ha, ma gaping bo'ladi. Ha, kerak, ma atpaqa. Ata-ya. Toshman yurakni o'tirib ketgani. Yo'q. Shu. Turbatdi. Ahmet kaçtı. Kaçtı. Ahmet hocam. Başlarını sınaylı bu. Ha. Lan. Kını ağıyla. Ha oynamsa oynayır kalıp bağ mı? Kalır bırak lan. Geç bol. 50 mingni quturib etgan 10 mingga berib turasiz. Kaçan verirse. Bir alamsa. Yo'qim berma. Bak. Eğer bir ansan işi çatakçı mı? Desen. Oynandı. Desen qanatiga. Mene, hadi. Ana ata. Şu. Kaçan bir alet yap bunu. Lakatımız zorunda erkek vermem ki. İyi, vakaraysan bu. To'xtatib, pulni kesish kerak buni qaydi bo'yicha. Qo'pa. Kesin lan. Qo'pa. Va. Bu bizga nima ko'gilik, Shuni nima tatquliq deyman ha. Qanday qilamiz? Hayvon. Voy xudo. Hey. Apa! Bu hayvonni ko'zim ko'rmasin. Apa! Voy bolam, nim bo'lding? Esnima. Mana. Kelma debdi. Hay apa. Bu texigacha uyda o'tiribsan-ku. Ha, shu bolam. Amalini qilolmadik. Bolam, qo'ling nim bo'ldi? Kesib etdi. Ha? Apa, Ha? el pulning amalini qilmadingmi? Qilolmadim bolam. Asta canım apa. Bu pulning amalini qilsak bo'lmaydi. Hech bo'lmasa, ma o'ylandi bo'lsa setib atili apa. Unda qilmaganmish. Dadam qani? Dadam uyda yo'q. Nimizda aytding bolam, men izlab biray. Dadam qani deyman. Bu yoqchi Dadam bolam. qani dadam? Uyda yo'q. Ya sen Nimizda anlaşma Ha. Ma yerken sen bu. Ha? Ne qilmoqchi? Ha, ne qilmoqchi? Chiqar. Qo'yvat meni. Qo'yvat. Gap qila. Qo'yvat meni. Meni Voy qo'yvat. jinim bolam. Bunda qilma. Sen satmam. Bolam, satay. Satay, o'yinini satay. Voy bolam. Satay. Satay bolam. Meni qo'yvat. O'yinni satay. Qo'yvatga. Bo'ldi qil bolam, dadamni qo'yvat. Bo'ldi qil. Hey, Bo'ldi qil. hayvon. Men amalini qilib biray, jinim bolam. Ahli hayvon. Jinim bolam, men amalini qilib biray. Bo'ldi qizim. Bugün o'qishda pul aytib yeyli. Ballarmi kep qalamdi o'tehi. Teştiqmi? Qanday ahvolinglar? O'qdan turdinglar? Teshtirdingizmi? Yomon emas. Bolam, nim bo'lding? Chiroying sulg'un turdi-ku. Opa, azroq pul berib turgan bo'lsanglar. Pulning hammasini ishlatib ketganmiz. Yana kelib bir uy deganda chiqimmi bo'lib turdi ekan. O'mi o'zimning nevrasi tursa, pul sizlarga bermay kimga beratdim qizim? Hamma sizning eringizni xil ko'p pul topdi, azroq berib turgan bo'lsangiz. Sizlarning Ahmadjonning turmushi yomon emas-ku. Pulni shuningda so'rsanglar bo'lmamdi. Ahmadjonning turmushi xili yaxshi bo'lgandan keyin shuningdan so'ranglar. Qaynatingizdan qolgan mol dunyo unda qasam tugab ketmagandi. Tova xudoyim, tova. Pulinglar shunda qasam tugab ketdimi?
Öz vaqtida Ahmadjonlar aralashmanglar, miros talashib deb urushga sanmadinglarmi? Ular bilan ziddiyatlashibdiman, urushibdiman, uydan qovlabdiman. Sizni bachaq muhmoq aldinglar, endi yo'q chaqda. Mushundaqmi gap qilamsizlar? Bu ukam, bu nima deganingiz? Bolalarınızı özünüz boshqaramay bizdan ko'ramsiz? Bolalarınız tijoratda ziyon tassa, biz bilan sherikmikan? Bolalarınızı obdan boshqaramagandan keyin hop bo'pti toza. Keldikmi? O'sha shu. Vallahi, qani aka tushunay. o'zimin nega kelgani? O'sha. O'sha. Menga tez. Menga ey. Sana mushu meni chazo. Turing aka. Ha? Acha. Qani kiranglar. Bundan demek ya. Lekin yiroq bo'lsin. Ha. Bilasiz aka. Ha, mana. Ey, mushunchalar cho'ng ziminga aron mushtluni beramsiz? Ey, og'an qo'shuvchimi? Ya, adashay. Bo'ldi qila, bo'ldi. Bo'ldi qila, nima o'zing bisola. Bo'ldi. Ya, mushkullama shakl bo'ldi. Bo'ldi. O'zing Nima ishda bo'za qilamsizmi? Bo'ldi. O'zing tutib ol o'zingni. Hey, bo'ldi qila. mana yoqqa. Mana. Tez mana. Qiladi. Mushkullar tasmisa beni. Qarama, meni bu bo'zga bo'ladi deydi. Bo'ldi qila. Sen qamadi qil, omutingga qo'ysin, mushkullar tasmisa beni. Nurg'un pul tutib olamiz seni. Bozmuş uyanım katıp ekilmez. Yani o kötülüktümüz yani katıracağım bu. Ha? Aynı vakti ben xilci utkan bu. Onu biz kıra. Halim bak o. Onu oynayın. Ey! Talay mendil de oylamsa, kime? Oynayamaz. Oynayamaz. Bir oynayamaz. Ha? Yana. Ha? Ne oldu? Abimizden Ahmet'e çokum kilo dövdü. Çokum ünü mü kaçır oldu bu? Vay canım balam, yana oynavattamsan. Kuvatime ne bu? Yan usturmazsan bombaydı. Kuvatime dedim kola, oyunu kaçırmamışsam bana kime? Vay, oyunu kaçırmalı mı canım babana? Kuvatime. Kanda kısıyorsan, ha? Bir tane durursan bakanda, üstüme. Boldu kıla. Boldu kıla deme. Yukla. Oyunu kılacağım, yukla bana. Zirahullah. Allah'a gelin birini. Acha kartını. Mana hamsa. Kıla, mena. Üstün. Ya kene ben sana belki 5 bin pul kene. Ha? Ben sana belki pul kene. Ha? Ya kaytıray dedim o sana. Kaçar kaçırsa o ne etti? Oyladın çıkar. Hopa, oyladın çık. Hopa. Kene o farda mı attık ya? Yapma nös bastı bugün. Hopa. To'xta. 5 bin pulam kene. Voy balam neymiş oldu? Hoppa. Meni gipimni faqat anglamadim. Duruvettim hoppa. Duruvettim. Yapmışlar da proza kadar kılma. Ketishgansan. Ya ağıyla uzak kımağla bizi koğluvetçalık kadar kılma ağıyla. Canım dada. Seninden ayrılıp bunda xanı veyran bop ketişimni oylamaptıken ben dada. Öz vaqtida kepinga kirib, bolalarimga tarbiyani yaxshi qilgan bo'lsam, bolamni to'g'ri yo'lda mangan, yaxshi odam bo'lgan bo'ladi. Men bu ko'nglimga azor berib,
qağışımni almagan bolsam, bu xoni vayronchilikni tatmagan bo'lardim bu jinim dada. Men sana yüz kilenmeyman dada. Endi men qanday qilay? Bu alamlarga qanday chidayman jinim dada? Jinim dada, bundaq makonsiz sarson bo'lib yurishimni o'ylab baxmabdi ekanman. Sizning nasablaringizga quloq solmabdi ekanman. Sizni obdan boqmabdi ekanman. Endi siz tutgan bu makon ballari uchib ketgan qush o'zidek cho'ldarib qoldi-ku. Dada, men pul bo'lsa, odam xo'shal-xuram turmush ko'chiralaydi debdi ekanman. Ota-onani rozi qilmay xo'shal-xuram turmush kechirgili bo'lmaydi ekan. Dada, hayot vaqtingizda yurt cho'nglari ota-onalarni ranjitmanglar. Ularga yaxshi qaranglar. Ularning duosini ilinglar. Dada qag'ishi o'q deb nasihat qilsa, nima to'g'ri gap qildigandim? Mening bilan nima ko'rdi debdiman. Siz hayot bo'lgan bo'lsangiz, bunda xonavayron bo'lib ketmasdim, dada. 9 oy, 9 kun qo'saq ko'tarib tuqqan o'g'lim yer bilan yakson qildi-ku. Dada, sizdan ayrilib bir kunmi kulib boqmabdiman jinim dada. Bo'ldi, turg'in o'rnida. Tur aka. Tur. Tava o'rnida turib jinim aka. Jinim aka. Ularning yotgan yeri jannatda bo'ldi. Nemi geçirgen bana? Dadam etman aka. Endisine tirikten keçirip güzel dünya diyen esli şirin hayat diyen gayran kılır özbertini insan özü kan süt emgen esli güzel dünya diyen esli şirin